Qale? Voydod, mazza! Yaqininglarni, ota-onanglarni olib kelishlar uchun juda ham zo'r sanatoriya topib qo'ydim. Ota-onam xudo xolasa olib kelish nasib etsin deganlar bitta chiroyli like bosib, videoni oxirigacha ko'rsanglar, narxlarni sizlarga aytib o'tamiz. Bu yerda 20 dan ortiq muolaja turlari bor ekan va shulardan 13 xili to'lovingiz ichiga kirar ekan. Yotoq joy, 3 mahal issiq ovqat, shifokor ko'rigi, oltingurli vanna, giyohli vanna, parafin, gryaz, elektr muolajasi, kunora zona massaji, qo'l xizmatlari, madaniy tadbirlar, oshqozon ichaklari uchun magnitli suvlar to'lovchiga kiritilgan. Ko'rib turganinglar servodorod, ya'ni oltin gugurtli suv. Faqatgina Rossiyani Sochisi'da bor. O'zbekistonda bo'lsa faqatgina Chimyonda chiqadi. Chimyon chashmasi bir vaqtning o'zida 250 kishini o'ziga sig'dira oladi. 1 kishilik xonalardan boshlab 6 kishilik xonalargacha mavjud. Ushbu sanatoriya 12 yildan beri faoliyat yuritadi va yaqinda yana yangi remontdan chiqqan. Hamma sharoitlari bor. Televizor deysizlarmi, xolodilnik deysizlarmi va derazadan mana shunaqa ajoyib manzaralar ko'rinib turadi. Ushbu oshxonada juda ham malakali, qo'li gul oshpazlar 3 mahal issiq ovqat bilan sizlarni doim kutib olishadi. Juda ham ko'p terapiyalarni eshitganman, lekin zina terapiyani birinchi marta ko'rishim. 100 ta pog'ona ko'tarilsangiz sanangiz ko'rkamlashadi. Bu yerda dam olishdan tashqari davolanish uchun ham hamma sharoitlar yetarli. Klinik tekshiruvlarimiz asosida tayanch harakat a'zolari, yurak-qon tomir kasalliklari, beldagi va bo'yindagi grijalar davolanadi. Kirganimizdan boshlab dilbar ayollar kutib oladi. Oshxonadagilarda aytmaysizmi, taomlari ham shirin, asal qari qaqa keladi asalga. Biz ham yana shu yerga keldik. O'rtalar hozir dam olish uchun ham, lecheniya qilish uchun ham eng qulay payt hisoblanadi va dekabr oyi uchun Chimyon chashmasida 40-50% gacha aksiya ketyapti. Ya'ni bir kishilik xonalar endi 220 mingdan 390 minggacha davom etadi. Bu faqatgina dekabr oyi uchun amal qiladi. Yanvardan yana o'zining narxiga qaytadi. Imkoningiz bo'lsa, ulgurib qoling, shu yerga yaqinlarini, oilasini, ota-onasini olib kelaman deganlar bitta like bosing va yaqinlaringizga ushbu videoni jo'natib qo'ying. Joninglar sog' bo'lsin.